Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabı dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitabının tövendeki babıda İmam Bukhari mundaqdaydı. Ot küçüp gitişini halimgan okşaş insan küfür bop gitişini yoki kafir bop gitişini halimaslık yaman görüş yoki öç görüş bunda tuyg'uni yoki bunda holatni buni imonning qatoridan imonning jumlasidagi bir yaxshi bir ijobiy tuyg'u deb shu babni o'tirib qo'yapti. 21 hadisda İmam Bukhari rahmetullahi alayhi shundoq deydi. Bizga Sulaymon ibn Harb hadis so'zlab bergan edi deb. Endi Sulaymon ibn Harb ayni vaqtida Makkaning qozisi bo'lgan, nayt ko'p hadis rivoyat qilgan bir muhaddislarniki biri. Bu adam ishonchlik, nayt hafiz. 140-yili tug'ilib 214-yili Makkaning qozisi bo'lgan. Bundan keyin uzoq o'tmaylar 224-yili bu adam shu Basrga qaytib, Basrda o'lib ketgan. O'z davridagi nayt mashhur raviylar bilan hadisshunoslar bilan hadis o'qigan, masalan Sulaymon ibn Mughira, Shu'bat ibn Ayyash qatorli kishilar bilan. Endi bu odamniki mashhur shogirdlaridan Imom Buxoriy, Abu Davud, Abu Zur'at ar-Razi, qatorli Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Sa'id al-Qattan qatorli mashhurlar bu odamniki shogird bo'ldi. Endi o'z davrida ulamolar bu odamga qandoq baholarni bergan degan vaqtida 10 minglagan hadislarni rivoyat qiladi deydi. Qo'lida bir kitob yo'q. Demak bu odamningki zakirsi nihoyat kuchli. Har bir hadisni o'zini yodlab, pishiq, puxta holatda ozmay o'zining boshqalarga o'rgatib qiladi deydi. Hatto bu odamningki ba'zi qatib so'rovlarda 40 mingdek odam qatnashgan deydi. Chunki Abbosiylarniki xalifasi shu Ma'munniki qasrda, Bag'dodda, shu poytaxtda u odamga nihoyat alohida bir o'rin qo'yilgan dars o'tkazilgan bir munbar. Demak shu o'z davrida nihoyat ishonchlik, nihoyat sifatlik hadis o'tkazilgan olim demakchi-da. Bu odam deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi deb. Shu'baniki tarjimani boshida o'tib bo'ldi. Shu'ba ibn Hajjaj. Bu Shu'ba hamda Qatadadan hadis rivoyat qilgan. Qatadaniki tarjimani o'tib bo'ldi. Qatada ibn Da'ama degan kishi shu. Bu adam hem de Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan hadis bayan qiladi. Anas ibn Malik'ninki tarjimalım ötep bo'ldi. Hem de bu 21 numaralık bu hadis başta bir o'tgan. Başka bir fiqh mazmunini asos qilib turib o'tgan. İmanning halovati degan bobda o'tgan. Shu vaqtda bu Anas ibn Malik nomidan rivoyat qilingan, lekin yuqoridagi raviylar tarafidan emas, boshqa o'xshamagan raviylar tarafidan boshda bir o'tilgan. Hamda Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan Qatada rivoyat qilib, Anas Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan hadis rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz shunday dedi, 3 sifat bor dedi. Yoki 3 xislat bor. Shu 3 xislat bir insonda amaliylasa, shu insonning vujudga chiqsa, bu odam imonning halovatini, huzurini tetalaydi dedi. Hamda halovat, huzur ba'zida jismoniy bo'ladi. Yemek, içmek ve başka huzurlar tarafından. Bir kısım huzurlu oldu. Ruhi ve kalbi huzurlu oldu. Bu yerdeki huzur, ruhi ve kalbi huzurun demek Peygamberimiz. Ondaqda şu 3 xil sifat qaysıydı deganda birincisi Allah ve Allah'ın Resulü o adamga şundaq söyümlük buluş gerek ki o ikisinden başka yani Allah'ın Resulü'den başka hiç narsani yoki hiç kimni bu kadar söylemesi gerek dedi. İnsanga en qimmatli narsa o'zining nafsi, o'zining jini, hatto o'zining nafsidan, o'zining jinidanmi ortiq holatda yaxshi ko'rish kerak. Mana bu imonning halovatini tepishning bir sifati, bir xislati. Ikkinchisi bir bandani, bir insonni yaxshi ko'rgan vaqtida Alloh rizoligi uchun yaxshi ko'rish kerak. Endi bu yerdagi yaxshi ko'rish imoniy hozir quvvatni asos qilgandagi yaxshi ko'rishda. Yani bir odam hissiyat nuqsatidan emas, yoki foyda manfaat nuqsatidan emas, yoki shaklga emas va yoki o'zining g'urbatchiligini yo'qotish uchun masalan, yolg'ondan mundaq mijozning nafsining mundaq ichi siqilishini yo'qotish g'araz tufaylidan emas, haqiqiy Alloh rizoligi uchun. Alloh rizoligi uchun boshqalarni yaxshi ko'rgan vaqtida bu odamniki yaxshi ishlar bilan, go'zal ishlar bilan iymoni ziyoda bo'ladi.
Ondan başqa mesela bir yaxshi ishlarga yoki yomon ishlarga yo'liqqan vaqtida yaxshi ishlardan bu odamni xursand bo'ladi. Yomon ishlar duch kelgan vaqtida chiroyli, samimiy, yoshirin holatda buningga samimiy nasihat qiladi. Qalbida, dilida bir xil ichilish, yoyrash bo'ladi masalanchu. Mo'min qarindoshlar bilan, yaxshilar bilan do'st bo'lgan vaqtida buningdan xursand bo'ladi. Lekin hissiyati muhabbatda, yaxshi ko'rishda unda bo'lmaydi. Boshqa og'in tutgan vaqtda uni kundashlik qiladigan, ishtish qiladigan, ustuqlar ko'rgan vaqtida unga hasad qiladigan, o'chmanlik qiladigan, nafsida uning bir xil yig'ilish, siqilish paydo bo'ladigan qatorliq masalan bir qism yomon tuyg'ular, salbiy tuyg'ular paydo bo'lsa, bu haqiqiy Allohni yaxshi ko'rish barasidagi Allah uchun yaxshi ko'rish, bir bandani Allah uchun yaxshi ko'rish barasidagi yaxshi ko'rish bo'lmaydi. Bu undaqda yoki shaxsiy g'araz, yoki dunyo manfaat, yoki siqilishni yo'qotish, bir o'lpatlish g'arazidagi yaxshi ko'rish qatoridan bo'ldi. Onundan boshqa uchinchisi iymon halovatini huzurini tetishning uchinchi sababi xislati. Bir odam endi Alloh taolo kufrdan qutqazgandan keyin, ya'ni musulmon qilgandan keyin demakchi bir odam yoki musulmon cho'ng bo'lgandan keyin bu odam kofir bo'lib ketishni yoki dinsiz bo'lib ketishni shundoq uch ko'rsa dedi. Yomon ko'rsa, xuddi bir odam o't quchib ketishni shundoq odam nafsida tabiiylam yomon ko'rdi. To'noq uchib ketishni yoki o't quchib ketishni yoki kuyib ketishni tabiiy yomon ko'rdi. Oshni yomon ko'rgan tuyg'u o'xshash bir kofir bo'lib ketishni shundoq yoki dinsiz bo'lib ketishni shunda yomon ko'radigan vaqtida bu odam haqiqiy iymonning huzurini tetiydi deydi. Undaqda bu odam bir hidoyatdan, iymondan, islomdan, o'z dinidan bir xil huzur his qiladi, xushallik his qiladi, saodat his qiladi. Dinidan, iymonidan saodat, huzur his qilgan vaqtida dinini kichikgina bir dunyo uchun sotmaydi. Dinini dunyoning bir xilma-xil duch kelgan to'salg'uliq qarta bir qiziqtirish, moddiy qiziqtirishlarga qarta bu odam o'zining dinini sotmaydi, iymonidan voz kechmaydi. Demak, iymonning fayzini suradigan uch xil alomat shu. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.